O'tirib shomga ozon aytar paytda bo'pti xayrlashib chiqishadi. U uyiga yetib borguncha birovning mashinasi bor, birovniki yo'q. Birov piyoda keladi, birov marshal kutadi, shom qozon. Peshini o'qib chiqib ket desa, ashada o'qiyman deb aşağı ketadi, tuguni ko'tarib oladi. Shu to'yda shuncha xotinga peshni o'qiydigan joy bormi, yo'qmi? Yana bu xotinlarning bir otinchasi bor. Bizda O'shda u. Eshak menga desam ham esli bo'lib ketadi bu otincha. Eshak ham bundan yaxshi bu otinchadan. Nima deydi bilasizmi otinchani? To'yni egasini hijolat qilmanglar, namoz o'qiyman deb. Shu o'tirgan dasturxonni men endi o'qib qo'ysa, imoshi bilan o'qib qo'ysa bo'laveradi deb, hamon dasturxon cho'qintirib qo'yar ekanda bu eshak. Palon otincha aytdi deydi. Otincha bo'lmay o'lsin kasobat. Shu otincha aytmaydimi? Uyda peshni o'qib kelaylik desa bo'lmaydimi? Yana bularga hayron qolasizki, siz bilan biz ertaman nonushtaga kirgan bo'lsa, o'zi bilan yarim soat chiqib ketamiz. To'g'rimi? Bular peshindan oldin borib, shomgacha o'tiradi, hayronman-da. Nimaga ketmas ekan bular? Bular shu erkaklarga o'xshab, mana uni yeng, otincha xola yo palonchi xola yo hojaga duo qiling deb bir kasa ovqatdan chiqarib olsa bo'lmaydimi bular? Shu bular kirgan baravar shu yarim kun o'tirish kerakmi? Bular torat qilsamaydim, men hayronman. Bularni beni tolmaydim o'tirib, ko'ti tolmaydim, men hayronman-da ular. Qanday o'tirarkan hayronman. Yana bitta uyda o'tirishaveradi-da. Qishda ham sovqatmaydi, yozda tellami isimaydi. Hayronman bularga. Bular material nimadan ekan deyman-da. Shu otinchalar masala qilib deymish yana. Va maza qilib duoni eshitsangiz bu otincha xolam deydi. Duogo'y bo'lmay jinni. Sen uni o'rniga namoz o'qidi. Dasturxonni kamroq solinglar de. Bidat xurofat kamaytirib, isrof kamaytirib degan uyin to'rsa o'tirib masala qilib hammadan katta tuguni ko'tarmasdan. Kim bizdi bular? Shunaqangi otinchalar bizdi. Endi kamiga qarasangiz oshxonaga kirasizmi? Xotinlar osh yeyotgan samovarda. Kafelarda xotinlar o'tirishdi. Bir kafega borsangiz, obedga kira olmaysiz. Bugun xotinlar kuni deydi. Bir kun nima aytdim, bu xotinlar kuni ham bo'ladim desam, bittasi aytgan, sizlar ham juma kuni egallayasizlar deyapti. Ha biz erkak, juma kuni hop jumadan chiqib endi bir kirgandirmiz. Bu xotin kishi qanday egallaydi uni? Yana qaysi xotin egallaydi bilasizmi? Hojidan kelganlar hoji o'tirishni o'tkazyapti demiş. Umradan kelganlar umra o'tirishni o'tkazyapti ekanmish. Shu yerda o'tkazsa bo'lmaydimi shuni? O'tiribmiz. Va she'rlarga bir jumali masala bo'ldi menga dedi. Bitta xotinni olib kelishdi. Endi uni 3 kishi sudrab chiqib ketyapti bilan. Chiqa olmayapti. Unisi u yoqdan itaryapti, ikkitasi qo'lto'lagan, bittasi oldidan tortayotgan. Mashta qilib hali xotin chiqgan. Qarab, qarang dedi. Nafs uchun ikkinchi etak chiqib ketyapti. Yo uchinchi etak chiqyapti. Nafs uchun. Agar bunga namoz o'qi desangiz, o'tirib o'qiydi, agar o'qisa. Bo'lmasa Xudo kechirsin, men kasalman deydi. Yegani borsan sog'san. Namoz yana kasalmisan? Haji umraga borsa, masjidga bormaydi bular. Gassada o'tirib namoz o'qib qo'yadi desa, men kasalman deydi. Bo'pti, kasal ekan, gassada ibodat qilyapti ekan, Xudoga shukr desangiz, magazinda yurgan bo'ladi-da, o'zidan katta tuguni ko'tarib oladi. Magazin yursa bo'laverar ekan. Ibodatga borsa kasal ekan. Yegani borsa bo'laverar ekan, namoz o'qisa kasal.